Assalomu alaykum qadrli kanalimiz kuzatuvchilari. E'tiboringiz markazida UFC MMA olamida ro'y berayotgan eng so'nggi yangiliklar bilan Vodiy MMA kanali. Qadrli do'stlar, hozirgi dasturimizda har doimgidek UFC MMA boks olamida ro'y berayotgan eng so'nggi yangiliklar to'g'risida batafsil gaplashamiz. Videoni boshlashdan oldin 2 soat vaqtimiz ketgan ushbu rolik uchun 2 soniya vaqtingizni ayamang. Videoga like bosishni hamda kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Biz esa bugungi dasturimizda boshladik. Xabaringiz bor, bugun AQShda o'tgan UFC turniridagi g'alabasidan so'ng Nursulton Ro'ziboyev navbatdagi jangni Bonikalga qarshi o'tkazmoqchi ekanini aytgandi. Xo'sh, amerikalik aralash yoki kurash ustasi haqida nimalar ma'lum? Bonikal 1996-yilning 10-yanvar kuni AQShning Kolorado shtati Rayfield shaharchasida dunyoga kelgan. Oilasi bilan Wyoming shtatiga ko'chib ketganda, keyin uning sportdagi faoliyati boshlandi. U o'qish bilan parallel ravishda erkin kurash bilan shug'ullangan. 2013-yilda o'smirlar o'rtasidagi jahon chempionatida qatnashib, yakunida 76 kg vaznda kuchli beshlikdan joy olgan. 2019-yil 92 kg vazn toifasida AQShning ochiq chempionati g'olibiga aylandi. Shu yili 23 yoshga bo'lgan kurashchilar o'rtasida jahon chempionatida oltin medal qo'lga kiritadi. Universitetlar o'rtasida o'tkaziladigan NCAA chempionatlar Pensilvaniya shtati universiteti tarkibida 3 bora 2017, 2018, 2019 chempion bo'lgan. Tokio 2020-yilning Olimpiadasidagi saralash musobaqasida qatnashgan, ammo universitetdagi jamoadoshi David tayyorlagan imkoniyatni boy berib 4 yilning eng nufuzli musobaqasida qolib ketgani. Aynan Olimpiadada saralashdagi omadsizlikdan so'ng u o'zini MMA'da sinab ko'rishga ahd qiladi. 2022-yilning 3-iyun kuni Jorge Masvidal tomonidan tashkil etilgan Icon Fistfight 3-turnirida MMA'da debyutini o'tkazadi. U 33 soniyada Jon Nolandni nokautga uchratadi. O'sha yilning 9-avgustida Dana White da'vogarlar saralash turnirida Zak Boregaga qarshi jang o'tkazib, raqibini 1 daqiqa bo'g'ib qo'yadi. Oradan 10 hafta o'tib 27-sentyabr kuni u navbatdagi Dana White da'vogarlarga saralash turnirida oktagonga chiqadi. Bu safar Donovo Bridan 52 soniyada bo'g'ish usuli bilan taslim etadi. Aynan shu jang unga UFC eshiklarini ochadi. 2023-yilning 4-may kuni Nikal dunyodagi eng kuchli ligasida jang qiladi. Qizig'i, promotion rahbarlari uni dublyor jangida raqamlagan turnir kartiga qo'yishadi. UFC 285 turnirida u James Picketni 2-daqiqa 3 usulida bo'g'ib qo'yishga muvaffaq bo'ladi. Birinchi jangida u turnir bonusiga loyiq ko'rishadi. Bugungacha, ya'ni o'tgan yilning 2 yil ichida UFC promotionida 8 ta jang o'tkazishga ulguradi. Hisobda 7 ta g'alaba va bitta mag'lubiyat bor. Yagona mag'lubiyat so'nggi jangida qabul qilib olganda. Shu yilning 3-may kuni AQShning Iowa shtati Des Moines shahrida o'tkazilgan UFC Aspen 67 turnirida Rene Ridderni texnik nokaut bilan yutkazib qo'yganda, Setixanga Figueiredo oqshomida o'rin olgan ushbu jangida 2-daqiqasi Ridder tizzasi bilan bergan zarbasi evaziga Bonikalni texnik nokautga uchratgandi. Nursulton Ro'ziboyev asosiy bazasi erkin kurash bo'lgan Bonikal bilan jang qilish istagini bildirdi. O'rta vazn toifasida muvaffaqiyatli odimlayotgan amerikalik aralash yoki kurash ustasi 7 ta g'alabasidan 6 tasi muddatdan avval qo'lga kiritgan. Bugun ayniqsa birinchi raundda partiyada qiynalgan Nursultonga aynan partiyada jang qilishni xush ko'radigan raqib bilan to'qnash kelishi katta tavakkal. Qadrli do'stlar, hozirgi dasturimiz xuddi mana shu yerda o'z yakuniga yetdi. Videoni oxirigacha ko'rganlar barchasiga kattakon rahmat. Video yoqqan bo'lsa like bosishni unutmang. Keyingi dasturlarimizni ko'rishguncha xayr, o'zingizni ehtiyot qiling. Vodiy MMA kanalidan uzoqlashmang. Tez orada ko'rishguncha do'stlar.